Hech kimga sir emas, O'zbekistonda ofitsialniy sirtqi yo'nalishi yopiq deb e'lon qilindi. Prezident farmoniga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan boshlab ta'limning sirtqi shakliga qabul tugatildi. Rossiya territoriyasida esa davlat universitetlarida sirtqi yo'nalishga qabul hali hamon davom etmoqda. Qanaqa yo'nalishlarga deysizmi? Turizm, yurisprudensiya, mashinastроение, elektroenergetika, elektrotexnika, ekonomika, ekonomическая безопасность, IT yo'nalishlari va ko'plab shunga o'xshash yo'nalishlarda Rossiya territoriyasida davlat universitetlarida qabul davom etmoqda. Agar siz ham Rossiya territoriyasida O'zbekistonda tark etmagan holatda o'qimoqchi bo'lsangiz, sirtqi yo'nalishida o'qib bitirib ketgan studentimni misol tariqasida ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu diplom tabriklayman. Diplom olganingiz bilan. Rossiyaga necha marta keldingiz? Biz bilan mana 2020-yil 22-iyulda tanishgan ekanmiz. SMS'larni qarab chiqdim. Bekirov Rifat Shavkatovich ekonomika yo'nalishi 2025-yil 5-mart kuni oldingiz. Nima deysiz endi? Rahmat kattaga. Ko'rib turganingizdek, ushbu misol tariqasida ko'rsatgan bitiruvchimizga o'xshab, O'zbekistondan turib ta'lim olmoqchi bo'lsangiz yoki-da sharoitingiz ko'tarsa, Rossiya territoriyasiga yiliga 2 marta kelib, 25-30 kundan ta'lim olishni istasangiz, bemalol ekranda ko'rib turgan raqamga yoki-da Telegram, WhatsApp orqali biz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.